Hammaga salom do'stlar, bugun sizlar bilan yana Temur. Va bugungi videoda do'stlar biz Minecraft Hardcore 2 videosini olamiz. Bu part 2 do'stlar. Albatta part 1ni ko'rishni tavsiya qilaman, chunki sizlar qanday kuchayganimni, nimalar boshlanishda, nimalar qilganimni tushunmay qolishlaringiz mumkin. Lekin 2 dan ko'rib ketsangiz ham mayli do'stlar. Hozir esa do'stlar biz mana shu samolarni chopib olamizdagini yo'lga otlanamiz. Biz o'zimizga o'tgan safargi videodagi kim ko'rgan bo'lsa, maqsadimiz yaxshiroq biyom topish, u biyomda kuchayish va albatta o'zimizga normal uy qurib olish. Oldin zombini o'ldiramiz. Endi qaydan kelganimizni aniqlab olishimiz kerak. Chunki orqaga qaytib ketmasligimiz uchun men qaysi tomondan keluvdim a? Eng oddiy tuzoqqa tushib o'tiribman. Mayli do'stlar. Значит, men mana shu tomondan kelganman. Ketdik. Yakun tomondan kelganmiz. Bitta uxlab olaylik birinchi. Bitta uxlab olamiz. Undan keyin sayohatimizni davom ettiramiz do'stlar. Ana qizil uyda uxlaymiz bizlar. Inson bor ekan-ku. Uyingizni menga berib turing. Soliqlarni vaqtida to'layman. Deymizdan uxlayveramiz. Mana do'stlar, endi sayohatga olg'a chalib ketamiz. Halim adashib ketyapman do'stlar. Boshim oqqan tomonga karochida. Va unda do'stlar olg'a mashaq ketamiz. Nimadir bo'lar. Boraveraychi. Biror bir joydan chiqarman. Do'stlar, nima deysizlar? Ketdik. Hozir do'stlar bu hardcore 100 kun bo'lmaydi, to'g'ri 100 kun yozilgan. Agar o'lmasam do'stlar 1000 kungacha boramiz, chunki ko'p youtuberlar shunaqa qilyapti. 100 kundan 500 kungacha, ba'zilar birdan 200-300 kun olyapti. Ammo shunaqa youtuberlar 10 kun, 20 kun yashayapti. Va hardcore emas, oddiy nimada. Shu uchun do'stlar, mana kam qilishdan foyda yo'q dedim. Birdan yash olganimcha yashayman-da do'stlar. Necha kun yash olsam o'shanchada. Agar yasholmay o'lib qolsam, nechinchi kun kelganimizni hisoblaymiz. Va undan keyin ko'ramiz-da do'stlar. Men bundan oldin ham ko'p hardcore o'ynaganman. Tan olaman, o'lmadim desam yolg'on bo'ladi. Lekin eng ko'p yashaganim 50 kungacha bo'lgan. Chunki eng qiyini atda almazli kiyimli bo'lganman. Shunchaki nezeritga o'tmoqchi bo'lganimda esa do'stlar, har doimgidek falokat yuz beradi do'stlar. U yoq atda lava suvda yoqadi, kim biladi. U yoqda bir marta lava ichib ketdim.
Undan keyin o'zi tamomda do'stlar bir martalarga tushdim, oltin olma yedim. Bor harakatim qildim, zo'rg'a chiqdim. Undan keyin yana kavlashni davom ettirdim. Mayli unisi chiqadi deb o'zimga ishonib. Lekin bir vaqtda yana bitta lava chiqdi. O'sha hamma narsalarimni ishlatib bo'lganman do'stlar. Foydasi yo'qda. Shunchaki o'lishiga qarab o'tirdim. Lekin YouTube'ga chiqarilgan bitta hardcore bor. Yani birinchisi Yodgor bilan o'ynaganman. O kim bilmasa menga juda yordam beradi do'stlar. Uni ham YouTube kanali bor. Yodgor Uzuba degan. Uni YouTube kanaliga ham obuna bo'lishni tavsiya qilaman. Yaxshi kontentlar chiqaradi. Va do'stlar, u ham menga videolarimni ishtirok etib turadi va yaqinda video chiqardim. Best Trio degan eng zo'r uchlik. U uchlikda kim tushunmagan bo'lsa, men oxirgi skin, 3-skin ya'ni yodgorcha, o'rtadagi Rex Smash esa kim bilsa, uni ham kanali bor. 200 ta podpisчикli, uni ham kanaliga o'tib obuna bo'lingizlar. Agarda meni kanalimga kirsalaringiz, meni kanalim tagida uni kanalining ham havolasi bor. O'shan men bilan u kanaliga ham o'tib ketsalaring bo'ladi do'stlar. Shunaqa do'stlar. Va u ham hozir bilmadim nimadir kam video chiqaryapti. Ko'proq shortda do'stlar. Ammo eski videolar juda ham zo'r, tavsiya qilaman ko'rishni. Shu men gapirganimcha mana bu nima ham topildi. Karabil. Buni ichidan hozir biror nima loot qila olamizmi? Birorta bir yaxshi narsami bilmadim. Suzib chiqamiz. Ana bo'ldi. Shu bedrockni bittasi yoqmaydi. Javada qilib bo'ladigan ishlarni bedrockda qilib bo'lmaydi. Muhimi xaritani oldim. Javada yana mana bunaqasiga havoni to'ldirib olsa bo'ladi. Bosib tursang. Va tez nima qilsang, suv yo'qolib paydo bo'laveradi. O'shanda sen havo olasan. Bedrockdagi o'xshamaydi. Hay do'stlar. Mabadan teshib ko'ramiz hozir. Ketdi. Do'stlar, hozir menda ham YouTube'ga video qilish maqsadim bor. Bu albatta bilmadim qanday bo'ladi. Lekin men 100 kun yashamayman. Men ovchilardan qochaman naborat, hardcore'da. Hardcore qilmasammi debman. Nima bo'lsa ham men o'yinchilardan qochaman. Biza o'yinchi, ya'ni 2 ta yoki 3 ta o'yinchi biladi. O'yinchilarni o'zlaringiz kommentariyada yozib qolingizlar. Kimliklarini bilasizlar. O'sha 2 ta o'yinchiga qarshi bir o'zim bo'laman do'stlar. Ha do'stlar. Mana xazinani joyini ham topib oldik. Aşağıdan kavlash boshlaymiz endi do'stlar. Ana. Tez kavlab taylasak do'stlar, xazinani ham topib olamiz mana. Oson topildi, bu juda yaxshi. Mana qo'silda hozir qumlarni yo'q qilamiz va 2 ta foydali narsa bor ekan. Shuyko. Bizga kerak emas narsalar mana. Va sertsa morya.
Oh, ana shu narsani men YouTube'da ko'ruvdim. Kerak emas narsa deb o'ylaysizlarmi? Kerak narsa deb. Buni o'zim ham bilardim. Ana shu narsani yasasa suv tagida istagancha havosiz bemalol yursa bo'ladi-da. O'zim ham qilib ko'rmoqchiman mana shunaqa. Keyin boya aytganimdek do'stlar, yangi video qarangizlar. Video shunday bo'ladiki, agar shu men ikkitadan qochaman, xuddi Dreamdek. Dream bo'lmoqchi demangizlar do'stlar, yomon xayolga bormangizlar. Просто o'zimni sinab ko'rmoqchiman. Ular ham normal o'ynaydi. O'yinchilarni kim ko'rgan bo'lsa, boshqa videolarni ham ko'rsalaringiz bilib olasizlar do'stlar. Va do'stlar ketdi mana. Men bunaqa joy topdim. Siri bor buni. Hozir sirini ko'rsataman do'stlar. Oldin mana bu ikkitasini o'ldirib yuborsak. Vah. Zombi ekani. Qaydan o'q o'tyapti ekan debman-e. Ha. O'qlar kerak bo'ladi do'stlar. Yig'ishtirib olsak yaxshi bo'ladi. Lekin mana sindirib qo'yish kerak. Fireball ot yormasin. Bundan yomon yo'q. Mashada ham qaydadir bo'lish kerak edi. Qaydadir yana bitta do'stlar nima bo'lardi? Hamayli keyin nima qilamiz uni? Mana aytdim, qaydadir bo'lardi shu. Qayerdaligini bilmadim. Mana zolta va jeles. Hozir esa men yana bitta sekretni joyini ko'rsataman. Uchovini ham ochasizlar. Hech nima o'zgarmaydi mana bu yerda, to'g'rimi do'stlar? Hech nima o'zgarmagan. Qarangizlar. Lekin bittasini o'chirasizlar. Bittasigina nima bo'ladi? Mana bu misol uchun mana bu yerda teshik ochiladi, ammo to'liq emas. Keyin значит bittasi xato. Keyin mana shuni ochamiz. Mana bu yerda mana ikkitalik teshik ochiladi do'stlar. Va endi bemalol narsalar olsak bo'ladi. 55 ta temir bo'ldi va bitta almos. Met bizga kerak emas. Va do'stlar, hozir yanada uzoq sayohatga yo'l olamiz, chunki do'stlar bizlar maqsadimiz bor, normal biom topib o'shada biror nima qurish. Biz bu maqsaddan keyin Nezeritga kuchayishni xohlayman men. Nezeritdan keyin albatta Varden, Wizard va albatta Ender Drakonni yutamiz do'stlar. Bu uchun esa videoni qismlarga bo'lganman do'stlar va bu qismlarni hammasini ko'rishingizni so'rayman. Va bu hardcore degan video oldin ham chiqqandi, ammo unda biz yodgor bilan o'lib qolgandik. Shu uchun ham men bu videoni boshqatdan oldim. Unda do'stlar biz yana uzun sayohatimizga qaytamiz. Va mana do'stlar, men qirg'oqqa ham yetib keldim va juda ham zo'r narsa topdim. Buni sizlarga albatta ko'rsatmoqchiman. Mana bu kemani qarangizlar do'stlar. Bu ham kema, ham yonda portal ikkovi birlashib ketganda. Bu videoni Telegramga ham chiqaraman albatta. Albatta mening Telegram kanalim bor do'stlar. Temur Gamer deb yozsangiz chiqadi va kirish uchun albatta opsiyaga nimani ham qoldiraman. Havolani. Va lekin nimadir olmosli kirka bilan oltinli kirka bilan chopganimda tushmadi. Xayma bada yana bitta xazinalar xaritasi bor ekan.
buni bizlar topamiz do'stlar. Oldin men bu narsalarimni taylab ketsam, umuman bu mag'rur narsa ekan shu oltinli narsalar. Ham tez sinadi, ham boya ko'rlaringiz do'stlar. Umuman niman foydasi yo'q. Zoldan chopolmadi oddiygina. Va do'stlar, hozir kiyimlarimni ham to'g'rilab olsam va yo'lga chiqamiz do'stlar. Va mana o'zim nagrudniklarim kiyib olaman, shulardan yaxshisi yo'q. Va nizeritga kuchayishimiz uchun birinchi bo'lib almos full bo'lishimiz kerak. Mani ko'rib turganingizdek, hozircha faqatgina bronежилет. Ya'ni ko'krak uchun do'stlar himoya. Va biz esa hozir uzoq sayohatga yana bir marta yo'l olamiz. A few moments later. Mana do'stlar, va men nihoyat mana o'sha nimani ham topdim. Mashaqlarda bo'lishi kerak. Yomon uzun bo'ldi. Men chunki uzun bo'lgan sababi ham bor edi do'stlar. Chunki men xati joyga ketayotgan ekanman. Shu uchun ham do'stlar, hozir esa mashaqdan kavlashni boshlaymiz. Oho, suv taydi ekan-ku. Shuncha kavlaganimga yarasha birorta bir normalroq narsa chiqadi degan umiddaman do'stlar. Chunki shuncha essiz vaqt bekorga ketdi. Birinchi bo'lib blok qo'yish taklif qilaman, chunki keyin tepamizni yopib suvni to'xtatishimiz mumkin. Ammo hozir emas, va shoshib qo'ydim. Hozir yana bir marta o'sha xatoyimizni to'g'rilaymiz. Ustiga boshdan tushmaymiz. Riskent qilish xohlayman. Albatta men hardkorda bo'lganim uchun ham riskent qilishni albatta xohlayman. Har hollari qarshi mashq qilib qolamiz. Nima o'xshamayapti? Qaytalar bor. Ana. Yaxshiyamki mana shu suv nimasi bor ekan. Agar shu narsa bo'lmaganda men ikkinchi marta qutqarib qolish do'stlar. Ikkinchi marta qutqarib qolishi. 2 marta ham qutqardi meni. Shunda ham o'z nimasini oqladi. Va hozir esa do'stlar biz qazish boshlaymiz. Ela desce, ela sobe, no baile a pressão, mina linda, perigosa, rouba meu coração, vai quicando, vai jogando, não perde a razão, no batidão, só ura dentro, se ela desce, ela sobe, o baile a pressão. Va mana do'stlar, men o'sha sandiqni ham topdim, qiynalib, shuncha narsalarni kavlab tayladim berdi do'stlar. Va shu narsa uchun kavlaganimga ishona olmayman-da do'stlar. Hechmas temir berdi, kitob berdi qanaqadir. Bunga esa bizlar e'tibor bermaymiz umuman. Albatta yo'limizdan davom etamiz. Oldin bitta kitobni ochib ko'rishni maslahat beraman. Chunki do'stlar, kitobda birorta bir yozuv yoki shu kabi narsa bo'lishi mumkin. Blokimizni qaytarib olamiz. Bir stak blokning o'rniga bitta kitob, bitta puzerki bo'lmaydi. Hech nima yo'q ekan kitobda, bunisidachi. Unisida ham hech nima yo'q ekan. Har hollariga qarshi bavo olib qo'yaman o'zim bilan. Biror nima yozish kerak bo'lganda, albatta hardkordaman. Neyse, kuzatuvchi bo'lib o'tiraman. Bak yerimga baho beradi. Esa qochishimiz kerak do'stlar. Vijvani degayni qarshi chiqmayman. Ammo haqda ikkinchi marta o'lish xohlayman. Birinchi videodagi do'stlar. Kim tushunmaydigan bo'lsa, bu ikkinchi video do'stlar. Birinchi video chiqqan bu haqida emas, umuman boshqa video, umuman boshqa zal. Lekin u ham hardcore edi do'stlar. Shu uchun ham o'shanda o'lib qolgandim zombilarni deb.
qisman tiqilib qoluvdim desam ham bo'ladi. Mana qishlog'im topdik va hozir do'stlar men mashadan qasr qurmoqchiman. Bundan oldin esa albatta qishlog'ini bir yon atroflarini ko'rib o'rganib chiqsam deyapman do'stlar. Nima deysizlar? O'zlaringiz ham kommentariyada yozib qoldiringizlar. A few moments later. Mashida bitta drop qilamiz va ketdik, qasr qurishni boshlaymiz. Bu videoda albatta qasr qurmayman do'stlar. O'zi shunday video juda ham uzun bo'lib ketdi. Hozircha esa do'stlar faqatgina men qasrni proyektini olaman. Chunki boya aytganimdek video uzun bo'lib ketdi do'stlar. Va buni ikkinchi qismi ham chiqadi. U qismda biz qasr qurganimizni batafsil ko'rsatib o'taman do'stlar. Mana qasr tayyor va menga bloklar kerak bo'ldi do'stlar. Mashada men boshqa youtuberlar qilgandek to'rt burchak qilmoqchiman bedrockgacha. Qanday bo'lar ekan do'stlar? Va mana videomiz ham tugadi do'stlar. Hammaga xayr. Sizlar bilan Temur Gamer bo'ldi.